Sayohatlarga tez-tez chiquvchilar uchun yoki bo'lmasam oilasi katta insonlar uchun bitta zo'r mashina topib qo'ydik. Kia Carnival komplektatsiya Comfort 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Dvigatel hajmi 3,5 atmosferniy, bosib o'tgan masofasi probegi 55 000 km. Ushbu minivenimiz 8 ta o'rindiqli, benzinda yurgan, xohlovchilar uchun gaz qo'ysa ham bo'ladi, xohlasa metan gaz, xohlasa propan gaz. Mashinamizda texnik holatlari a'lo darajada, hech qanaqa ishlari, rasxodlari yo'q. Balonlari deyarli yangi holatda. Bu hozir 19 diskada turibdi. O'zini zavodskoy 18 diskasini ham qo'shib beriladi zimniy balonlari bilan olgan odamga. Kuzovi absolyutno toza holatda, qirilgan, sirilgan, kraska tegan, urilgan joylari yo'q. Bemalol buni ham tekshirib olishingiz mumkin. Parok o'rnatilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy salon, qirilib ketmagan, plastmassalari matvoy holatda turibdi. Kojalari ham urinib qolmagan, juda ham keng, komfortniy salon. Ikkita oldi sidenya elektropaketda, podogrev sidenялari bor, 3 xil rejim vojdения. Bunda faqat lyuk bo'lmaydi, panorama bo'lmaydi. 3 ta qator, oldida 2 ta, o'rtada 3 ta va orqada 3 ta. Jami 8 kishiga mo'ljallangan komfortniy salon. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, normalniy katta hajmdagi bagaj, bemalol katta chemodanlarni joylashtirib sayohatlarga bemalol chiqib ketaverasizlar. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 31 000 dollar, ozgina kelishiladigan joyi bor. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.